Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Amerika poytaxti Washingtondan tarqatilayotgan atқан Erkin Asiya radiosuning haftalik xabarlar programmasi. Men Gulchehra. Mazkur programmamizda bir hafta jarayonida radiomizda anlatilgan bir qism Uyg'urlarga doir yangi xabarlarimizni eslatib o'tmoqchiman. Diqqat bergaysizlar. Türkiye Tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu Xitoy qilgan yaqinqi ziyorati mezgilda Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan birlashma bayonot e'lon qilgan. Çin'in güvenliğini kendi güvenliğimiz gibi görüyoruz. Ve gerek ülkemizde gerek bölgemizde Çin'e yönelik hiçbir olumsuz faaliyete izin vermiyoruz. Çavuşoğlu biz Türkiye'de Xitoyni nişan qilgan yoki Xitoyga qarshi bo'lgan har qanday bir harakatga yo'l qo'ymaymiz. Axborotlardagi Xitoyga qarshi xabarlarni yo'qitamiz degan. Çavuşoğlu'nun bu so'zi muajiratdagi Uyg'ur jamoatining kuchli inkosini qo'zg'adi. Dünya Uyg'ur qurultayining raisi Rabiya Qadir xonim Çavuşoğlu'nun bu so'zi eng oldi bilan Türk xalqining irodasidan chetnab ketdi dedi. Xitoy hukumatining Uyg'ur diyorida elib berayotgan ideologiya sohasidagi bo'lgunchilikni tozalash harakati xalqaro jamoatchilikning diqqatini qo'zg'amoqda. Oldingi kuni Sayfiddin Azizning barliq Uyg'urcha kitoblarining Uyg'ur diyoridagi kitobxonlardan birdek yig'ib olinganligi dalillangan edi. Urumchidagi Xinhua kitobxonlari bilan Beijingdagi Millatlar nashriyati radiomiz ziyoratini qabul qilib, ilgari Millatlar nashriyati nashr qilgan barliq Uyg'urcha kitoblarning yig'ib olinganligini va siyosiy tekshirishga topshirilganligini oshkorladi. Bulturdan buyon Uyg'ur diyorining har qaysi joylarida siyosiy gumon bilan tutqun qilingan minglagan kishilarning atalmish tarbiyalash markazlariga qamilib, yipiq holatdagi ta'lim-tarbiyaga tutilganligi ma'lum bo'ldi. Muajiratdagi Uyg'ur kuzatuvchilar Xitoy tarbiyalash markazi deb atayotgan bu joylarning amaliyotda shakli o'zgargan qamoqxona ekanligini ilgari surmoqda. G'uljinoyisdagi yipiq tarbiyalash markazining o'qituvchilari radiomiz ziyoratini qabul qilib, G'uljinoyisda ta'sis qilingan 5 markazda 1500 atrofida siyosiy gumondorning qamalganligini oshkorladi. Dünya Uyg'ur qurultayi 6 avgust kuni 6 navbatlik qurultay o'tkazish va Rabiya Qadir xonimni qurultayning oliy rahbarligiga tayinlash to'g'risida ikki qaror e'lon qildi. Egallanishicha, Dünya Uyg'ur qurultayi 8 ayning 5 kuni doimiy komitetining kengaytirilgan telefon yig'inini chaqirgan. Yig'inga Rabiya Qadir xonim boshchiligidagi qurultay rahbarlari va bir qism Uyg'ur tashkilotlarining mas'ullari qatnashgan. Yig'inda Dünya Uyg'ur qurultayining 6 navbatlik qurultayini bu yil 11 ayning 10 kunidan 12 kunigacha Germaniyaning Myunxen shahrida chaqirish hamda Rabiya Qadir xonimni qurultayning oliy rahbarligiga tayinlash ishini demokratik shaklda ovozga qo'yish qaror qilingan. 9 avgust kuni Uyg'ur avtonom rayonining Bo'rtala oblasti Jinnaysda 6,6 bal yer tavraganligi xabar qilindi. Halbuki Xitoy taratqullari bu qitimliq yer tavrashda o'lim yetim hodisalarining ko'rilmaganligini ilgari surmoqda. Jinnaysdan radiomiz ziyoratini qabul qilgan mehmonxona xodimlari bilan bir qism yerlik aholilar ofatning hukumat taratqullaridagi xabarlarga selishtirganda xilli ig'irligini bildirdi. Uyg'ur diyorida 10 yillardan buyon davom qilayotgan qattiq zarba berish harakatlarida Uyg'ur jamiyatidagi diniy ziyolilar qatlamining eng ig'ir zarbaga uchrayotganligi ma'lum. Navbatda Turkiyada yashayotgan diniy ziyoli Abdulla Qarajim radiomiz ziyoratini qabul qilib, yurtidagi cheg'ida 11 yilda 8 qitim sababsiz qamoqda yotganligini bildirdi. U turma doiralariga pora berish yo'li bilan qamoqdan qutulganligini, bu jarayonda 1 yilda bergan paralarni hisoblaganda kuniga 1000 so'mdan to'g'ri kelganligini ilgari surdi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh.